haydovchilik huquqidan mahrum bo'lganman. Pravamni qayta olayotganligimda yana nazariy va amaliy imtihonlar topshiramanmi, yo'qmi deb savol yuborsiz. Keling, hurmatli fuqaro, sizga tushuntirib beraman. Pravani qayta olayotganda siz imtihon topshirmaysiz ham desa bo'ladi, topshirasiz desa ham bo'ladi. Buning tartibi ijtimoiy tarmoq imkoniyatlari kengayganiku yaxshi, ammo bugun tarmoq foydalanuvchilari mana shu kabi yolg'on xabarlarga ishonib qolish holatlari ham uchramoqda. 2018-yil 31-may kuni qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 408-son qarori 2-ilova 37-bandida avtomototransport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxslar milliy haydovchilik guvohnomasini qaytarib olishlari uchun mahrum qilish muddatidan qat'iy nazar ma'muriy jazo muddati nihoyasiga yetgach majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari, nazariy hamda amaliy imtihonlarni topshirgunigacha malaka oshirishlari, ya'ni imtihon topshirishlari shartligi belgilangan. Hurmatli ijtimoiy tarmoq vakillari, agar siz haqiqatan ham yurist bo'lsangiz yoki shu kasbga qiziqsangiz, jamoatchilikni chalg'itishdan, o'zingizga nisbatan ishonchsizlik keltirib chiqarishdan avval vaqt bo'lganida amaldagi qonunchilik bilan yaxshilab tanishib oling. Fuqarolarga haydovchilik guvohnomasini qayta tiklash uchun bu kabi qiyinchiliklarga duch kelishdan avval haydovchilik huquqidan mahrum etadigan yo'l qoidalarini buzmasliklarini so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.